Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda bu videoda biz hardcore 100 kun yasashga harakat qilamiz. Bu albatta video qiziq bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda biz videoni boshladik. Do'stlar, hardcore yashash umorgina qiyin, bilaman, daraxt. Qiyin 100 kun bitta o'lsak, muqarrar hardcore yo'lakchalarni. Men hardcore'da bir marta o'ynaganman, lekin video yo'maganman. Men atgina 40 emas, 39 kun, rovno 39 kun yashaganman. Faqat tun o'tkazib yuborganman. Nega desalar, o'zingiz ham tushunib turibsiz nimaligini. 100 kun yashash kerak, 100 kun o'tsa bo'ldi, challenge bajariladi. Umorgina 100 kun o'tsa challenge bajarilmaydi. Bizning maqsadimiz endi dragon o'ldirish, yana boshqa bosslarni ham yutish. Shu 100 kun ichida biz ajoyib baza qurib, hamma eng kuchli narsalarga ega bo'lib, endi nezlikmi, sehrlangan shunaqa. Bu video qiziq, ko'ngliga tushamiz, o'lishimiz mumkin. O'zimizni juda ehtiyot qilamiz. Birinchi o'lib biz qishloq topishimiz kerak. Qishloqda ovqat bor va o'shda ham yotoq topiladi. Xavfsizlik haqida birinchi o'ylanishga, chunki bu hardcore. Oddiy Minecraft bo'lganda ham mayli edi. Minecraft bo'lganda ham birinchi qishloq topmasdimi? Sog'iz mashqa tushib ketaman. Lekin o'lmasdimi? Mayli, vahim qilmaylik. Endi qilamiz. Mayli. Siz gulli. Mayli. Xo'sh, ketdik. To'xtalib, mana daraxtni qo'lim nimaga qilmayman? Xo'sh, bitta daraxtdan chiqadi. 16 daraxtdan bir stak chiqadi. Shuni bilasizmi? Hamma bilsa kerak. Mayli, bunday qilamiz. Bitta tapor, bitta kirk yasaymiz. Yasakni olamiz. Bu esa hardcore'da o'ynagan bo'lsangiz, necha kun yasagansiz hardcore'da faqat to'g'risini yozing. Magma kub bor ekan. Noqo'mami, jinni emasmanmi? Hardcore'da necha kun yashagansiz, shuni kommentariyada yozib qo'ying. Umuman olganda siz hardcore o'ynagan bo'lsa kerak. Hamma qara hardcore. Necha kun yashagansiz, kommentariyada yozing. Va kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Shuncha qilgan mehnatimizni arzisizlar. Bir tinga obuna bo'lmasangiz shuncha narsa topamiz, shuncha video chiqamiz. Menga mol kerak menga. Shuncha video, endi shuncha harakat, megabaytlar ketadi. Shuncha qilgan mehnatimiz uchun obuna bo'ling. Men ham bo'lajak bloger bo'lmoqchiman. Endi nima deysizlar? Hamma bloger Mayli. Hamma emas, mayli, orzular ketadi. Unda videoga qaytamiz. Hozir daraxtimiz bor. Hozir biz tosh qo'llashimiz kerak. Tosh, mana tosh. Tez qo'llab qishloq topishimiz kerak. Va o'shda ozgina yashab, ovqatlar to'plab, konga tushib, olmos qo'llash kerak. Shunaqalar kuchaytirishimiz kerak o'zimizga, olmos aslahalar. Menimcha endi dragon o'ldirishga to'g'ri keladi, chunki ender olamida, nima deyman, end olamida aslahalar tiqil yotadi, bilasizlar. Men endi artefaktdan eshitganman, chopish degan emas, xullas. Chunki tosh yetadi. To'xta, biz birinchi o'rinda gaz yasab olamiz va to'xtalar cho'p. Bu 11 ta hop yetar ekan. Mana bu. Har ehtimolga qarshi mana buni ham yozib qo'yinglar. Yozib qo'ydim, men yasab qo'ying. Kerak bo'ladi, ketmara. Nimaga kerak bo'ladi? Bilmadim. Qishloqqa boramiz. O'shanda samolyotni olishga kerak bo'ladi. Ozgina tosh qo'llashga, menimcha tosh qo'llash kerakcha ko'p. Chunki tosh kerak bo'lyapti. Uy qurishga ham, boshqasiga ham. Menimcha qishloqda uyda yashasak kerak, chunki uy qurib mayli endi. Hamma ham uy qurgan, men uy qurishim kerak. To'xtalib joyni ko'paytirish uchun tezroq bu yoqqa shpoq qilamiz. Shpoq qilib turib, shpoq qilamiz va mana bu yoqqa qo'yamiz. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Men necha kun yashaman? Shuni hozir kommentariyaga yozib qo'yinglarchi, necha kun yashar ekanman.
necha kun ishlarkan emas va taxminimcha men bir kuni 39 kun ishlaganman. Faqat tun o'tkazganman, bo'ldi. Boshqa hech narsa qilmaganman. Faqat qo'rqqanman, shu uy ichida o'tiraverganman. Shaxtaga hech narsa tushmasa, bu videoda qo'rqmasdan o'ynayman. Lekin qiyinda baram har kuni shanbaga emasda hammayli. Taxtdan qo'yamiz. Qayerdan zo'min ovoz eshitilyapti, menimcha zo'milas. Yo'q, qo'y. Qilaman buni. O'lib ketdik. Baqa kelsin. Buni juda ham keraksa. Mayli. Men hozir xalq tomoniga qarshi mana bu shag'al ham qo'yib qo'yish kerak. Nega desanglar, shag'al anaqasi tushsin, menda kremlisi temirimiz bo'lsa, yonda gargasi, endi dragon olani surib olamiz. O'shda bir yo'lam nezitan qo'lib olamiz. Tushdi kremli. Hop. Men bularni olishni xohlamayman. Kremli o'zi bir donasi kerak menga teri. To'xtay, teridan oyoq kiyimsiz bo'ladi. Meni boyagi butkacham qan, mana deydi. Hatto quyon bor. Hozir to'xtay, men nimaga ovqat pishgan bo'lsa ovqat yemayman. O'sh to'xtay, men teridan asraga yasarmadim men. Minecraft'im sal esidan chiqib ketgan, to'xtay. Ayo, to'xtay, men yana bitta yetmayapti. Menga yana mol kerak. Birinchi marta mol kerak bo'lyapti. Birinchi marta emas. Havay mol topganimizdan keyin qilib ko'ramiz. Menimcha terilishlar boshqalar bor-ku, amayli bo'lib ishda to'xtatamiz. Buni ol, amayli. Buni sindiramiz. Do'stlar, buni ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar shu videodagiga 100 tami 99 tami like qilib bersanglar, men juda kam so'rayman do'stlar, shuning uchun qilib beringlar, iltimos. Boshqa youtuberlarga 1000 tadan oshiq 10 millionta shunaqa yig'ib tashlasak-ku, menga aytgan 99 tami yig'ib bersalar yetadi menga. Menga yetadi. O mol, yaxshi. Ovqat ham sekin-sekin yeyishadi. Undan teri tushmadi. Bundan ham tushmadi. Qanday omadsiz kun bo'lmasa. Teri ham yana qo'y. Menga F5 qo'llaman. To'q kerak emas. Qishloq topish kerak. Mana qizga qidirsak ancha zo'rroq bo'ladi. Ko'rishsiz qilsak, xolos ketdik. Qani, davay. Chiqamiz, qoyalarga chiqamiz, o'zi ham quyon bo'lib ketdik. Kech qismda men do'stim bilan Mirroh bilan o'ynayman, lekin u orqada qolib ketdi, nima qilaman? Mayli. Hop, lekin uzoqqa ketib qoldim. Mayli, unda o'zim o'ynarman, yaqinda qoldim. Tezroq bitta qo'y chiqsa o'zi bo'ldi. Masala hal. Maqsadim men 100 kun. To'xta. Hozir nima ko'rdim? Men bitta uji anaqa ekan. Men yoqtirmaydigan anavi bor ekan. Lekin yo'qda ham qishloq topiladi. To'g'risini aytsam, o'shda ham qishloq topiladi anavi. Umorga nima hozir cho'lli buyon topishim kerak, chunki cho'lli nega bu daraxt bitta? Tushunarsiz, samayli. Do'stlar, keyingi safar biz Herobrine haqida videolarimiz. Faqat siz unga necha like, mana shu hardcore tugagandan keyin, balki kim bilar, ikkinchi qism chiqarmasdan oldin hozir ham o'lib ketarman. Kim biladi, men yaxshi o'ynamayman Minecraft bo'yicha. Va shaxta, faqat hozir shaxtaga tushish sal anaqa-yu, anayda ugullar bor, shuni ko'mirlar bor, shuni ko'la kelishimiz kerak. Keyin biz horror video olamiz. Bo'ldi. Horror video olishga ham ana kuchim yetadi. Mana ular horror video, bir blokli horror video bor. Shuni bunday qilamiz. Ko'mirlarni olish kerak. Ko'mir menga juda ham kerak. Pastga tushib undan olmasa bo'ladi, faqat u yerda sal xavfliroq, lekin aslida yashash kerak, temir kovlash kerak hozir.
temir kovlaydigan payt hozir no oddiy vijana sразу temir kovlaymiz uni hozir qishloq topganim yo'q. Ovqat bunaqa ko'p ham emas, bo'ladi lekin hozir shu sizlar ham qiziqyapsizlar chunki men ham ko'ngil tushishi endi o'lib ketsam videoni to'xtataman chunki hardkor endi uyat bo'ladi. 39 kun yashagan bo'lsam hozir bu yerda o'lib ketsam juda ham sharmandalik bo'ladi. Yo, endi creepermi? Yo, bo'lmaydi, tushmayman bu yoqqa. Yo'qol. Hamma yo'qol menga bitti. Kechqurun o'zim nima qilaman? Bu yerda bekim olish kerak edi. Nima daraxt chopib olish kerak hisoblayman. Keyingi safar biz horror video olamiz. Keyingi videoda horror video olamiz. Bir vaqt do'stim bilan. Hop. Yep. Qani padar deydi. Mana qani o'g'il.